Bahorning mavsumkorligi ortidan qalblar iliqlikka to'layotgan bir paytda aynan mavsum bilan bog'liq ba'zi muammolar ham yuzaga keladiki, bu bevosita har birimizdan e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Ko'zni quvnatib yashillikka burkanayotgan bepoyon adirlar bag'ridagi xatar ham shular jumlasidan sanaladi. Afsuski, keyingi yillarda noqulay iqlim sharoiti tufayli zararkunandalarning xavfi ortayotgani sir emas. Bu ham bo'lsa Marokash chigirtkalaridir. Bu chigirtka bultur juda ko'p vahima bo'luvdi. Uncha biz tushunganimiz yo'q edik. Mana shu bugun nizom ko'rgan ekan, bir 3 kun 4 kun oldin nizom hammamizga xabar qila boshladi. Yildan yilga ushbu zararkunandalarga qarshi samarali kurash olib borilayotgan bo'lsa-da, ularning salbiy ta'siri hali kamayganicha yo'q. Bu esa kezi kelganda chorvador dehqonlarni jiddiy xavotirga solib, unga qarshi tizimli choralar qo'llashni taqozo qilib kelmoqda. Ayni paytda Chiroqchi tumanining Langar qishlog'i va unga yondosh qishloqlar adirlarida ushbu chigirtkalarning ko'payishi kuzatilarkan. Bu haqdagi xabarlar bizni manzilda bo'lib, holat bilan yaqindan tanishishga undadi. Bizlar xalqimiz bilan birgalikda mana shu ofatga qarshi kurashga tayyormine o'g'indi. Xalq ko'magi kerak albatta. Bu yerda aytayapti, bizda deyapti 3 kishi kelsak, bu yerdan 10 ta odam chiqsa 13 kishi bo'lamiz, 20 ta odam 23 kishi bo'lamiz deydi. Xuddi o'shanday xalq kerak bergan. Endigina ko'z ochgan zararkunandalar hali kichkina bo'lsa-da, ularni e'tiborsiz qoldirish katta talofatlarga sabab bo'lishi ko'rinib turardi. Ularning o'choqlarini topish va bartaraf etish uchun uyushqoqlik bilan harakat qilish zarur. Avvaliga qishloq odamlari zararkunandalarga qarshi mustaqil kurash olib borarkan, xavf ko'lamini hisobga olib, bu haqda mas'ullarga xabar berishadi. Mana shu Xo'jaqarovlida, Langar qishlog'i tepaliklarida, to'loqlarda shu cho'ponlardan xabar topdik. Keyin biz tegishli idoralarga, tumanlikka, hokimlikka murojaat qildik. Rahmat, kelishdi, o'rganishdi. Bu 3-4 kun bo'ldi bu nima bo'lganiga. Mazkur turdagi zararkunandalar butun dunyo oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy zarar yetkazishi ilmiy isbotini topgan. Shu boisdan mamlakatimizda bu borada tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, zarur texnikalar, kimyoviy dorilar mavsum oldi shay holatga keltirib qo'yilgan deydi mas'ullar. Joriy yilda respublikamizda 651 ming gektarga kimyoviy ishlov bashorat qilingan. Qarshi kurash ishlariga respublika bo'yicha 52 tadan yuqori unumli maxsus purkagichlarimiz, 300 dan ortiq traktor purkagichlarimiz, 1000 dan ortiq qo'l apparatlar shay holatga keltirilib, qarshi kurash ishlarida qatnashmoqda. Shu bilan birga mas'ullar bilan suhbatimiz davomida ular zararkunandalarni bir tashkilot yordamida bartaraf etib bo'lmasligini, buning uchun barcha birdek harakat qilishi lozimligini ham ta'kidlab o'tishdi. Har bir koordinat, har bir lokatsiya, har bir o'choq demak elektron xaritalarga tushirilgan. Mana hozir mahallalar bilan hamkorlikda umuman bu ko'pchilikning ishi. Bunda xalqimiz bizga mahallalardagi fuqarolar, cho'ponlar bizga mana oxirgi 4-5 yilda ancha tizim yaratganmiz. Bular bilan birgalikda hamkorlikda bizga signal vazifasini berib, signal vazifasini, ya'ni o'choqlarni ko'rsatishda ancha hamkorlikda qarshi kurashlarni olib boryapmiz biz hozir mahallalar bilan. Albatta chigirtkalar tarqalishi bu kimnidir mas'uliyatsizligi mahsuli emas. Shu bilan birga ularga qarshi kurashning ilmiy asoslari ham bor. Unga ko'ra ish yuritish ancha samaraliroq. Hududda bo'lgan mutaxassislar aholiga bu borada tushuntirishlar berarkan, fuqarolarni ham hamkorlikka chorladi. Shu kunning o'zidayoq hududda maxsus texnikalar yordamida kimyoviy ishlov berish jarayonlari boshlab yuborildi. Shu o'rinda fuqarolar ham, ayniqsa tog' va tog'oldi hududlarda yashovchi aholi zararkunandalar o'choqlari xususida aniq va asosli ma'lumotlarni mas'ul idoralar bilan bo'lishsa, bu xavf tezroq bartaraf etilishiga va talofatlarning kamayishiga xizmat qilgan bo'lardi.